Mushu yili may oyida Almaty şäherinde Uyg'ur xalqi üçün əstin çıxmas vaqiya yüz berdi. U bolsumu sahnalashtirilgan Мәңгүлік Мәшрәп konsertining vatnimizga qadam tashrif qilishidir. Mazkur konsertda xalqimizning urf-odatlari, madaniyati cho'ng ko'rinish topdi. Topalayev komandasi bu xo'shallikni texmo yoritish maqsadida huzuringlarga tövəndiki alayida reportajni tavsiya qilmoqchi. Endi mundaq çoğ məşrəb şu Almatıda birinci qitim anlavatdığımız birinci qitim bovatıdı məşrəbdə. Bu bizning ata-bovalarımız öz vaqtidaşlıq məşrəblərini oynayıp diken hazır muşular unutulmasın deb bizning qarindaşlarımız muş məşrəbni epkəyə nəyət xoşal. Bu qitim yaşlamacıq keldi. Bu məşrəbni daim görüş kerak bizga yaşlar görüş kerak. Avlatdan avlat qaldırgan iş bu. Mazkur xabar xalq ichida cho'ng tavrinish hosil qilgach, konsertga ko'plagan tomoshabinlar qadam tashrif qildi. Endi məşrəbni yaxşı görməydigan, yo'g'rilmaydigan bo'lish kerak. Endi məşrəbni hammamiz har qanday bizningki bu məşrəb degan bu qadimiy tariximiz, bu bizning madaniyatimiz. Menimcha o'zi ben Uyg'ur degan odamning hammasi məşrəbni yaxshi ko'rdi. Мәңгүлік Мәшрәп az vaqt ichida tomoshabinlarning cho'ng olqishlariga ega bo'lib, ko'plagan mukofotlarga erishdi. Necha vaqtdan beri mush Мәшрәпкә bosh rejissyor bo'lib keldingiz? Shundaq. Men bu Мәшрәпni sahnalashtirgili bu yil 4-yil bo'ldi. Biz 2013-yili men bu Мәңгүлік Мәшрәп kechiligiga bosh rejissyor bo'lib, bizningki shu Jungo Şinjan'da ötküzülgen xalqaralıq milli usul bayramıga qatnashib, bu bizning Мәңгүлік Мәшрәп kechiligimiz yuqori mukofotga erishgan. Yana 2013-yili 11-oyda bizning mamlakatlik Nilufar usul musobaqasiga qatnashib, yana eng yuqori 6 mukofotga erishdik hamda 6 xil yuqori mukofotga erishib, mamlakat bo'yicha eng jiq mukofotlangan avtonom rayon bo'lib baholandik. Endi bu usulluk teatrda Мәңгүлік Мәшрәпдә men yangilarning rolini olib chiqyapman. Buningda başdan axir shu bu bax tug'ilgandan boshlab oxirigacha buningdagi tushundirish. Masalan, yanga biz so'z orqali ifodalaymiz, tekstimiz orqali, qolgan artistlar usul, harakat orqali ifodalab berdi. Biz o'zimizningki til orqali ifodalab beramiz. Shu orqali bizning Uyg'ur xalqiningki Мәңгүлік Мәшрәпләрне har qaysi мәшрәпләрне asos jihatdan to'liq ifodalab berdik. Qizim, uying pokiza, ratlik bo'lsin. Ballaringni eringga, eringni ballaringga amroq qil. Ballarni söydigan erlar insofliq bo'ladi. Men bu Мәңгүлік Мәшрәпдә o'zimning mush kechilikda tug'ilib, kichik vaqtim bo'lib, cho'ng bo'lib, o'zim cho'ng bo'lgan rolni o'zim o'rindim. Buningda bilim o'rganma, muqam o'rganma, o'rganib bo'lgandan keyin kichigimda bir cho'ng bo'lgan shu qizlar bilan, bir cho'ng bo'lgan shu qizlar bilan men o'rma, o qizlar üzüm şu bir bağның içinde muhabbetleşip şunun bilan men to'y taklif qo'yib, to'yimiz bo'ldi bu kechilikda. To'yimiz bo'lib, ikkimiz muhabbetleşip to'y qilamiz, to'y qilib yana bir yangi bir avlod qo'yib, yana bir avlodga topshiramiz Мәңгүлік Мәшрәп. Ashta bir jarayon bor-da buningda. Men bo'lsam shu Мәңгүлік Мәшрәпdagi shu kichik qizniki cho'ng vaqtidagi bosh rolini o'ynaganman. Biz bu Мәңгүлік Мәшрәпni o'rinlash jarayonida Filora ishimiz shunchalik jafoliq mashqlarni olib bordik. Masalan, ishimizning yangi tunishdan vaqtdagi muhabbat bilamdi. Kichigimizdan tortib cho'ng bo'lgan jarayondagi muhabbat jarayonida men to'y taklif qo'ygan vaqtlardagi usullar bilamdi. Ishimizning qo'sh kishilik usullar bo'libmi, harakatimiz cho'qim bo'lishi kerak. Nafas bir-birimizga aşıqlıqni çoxum hareketimiz bilan ifodalaymiz-da. Bu usul badandan til bo'lg'achqa. Assalomu alaykum, Almatıga xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Bu asarda siz qanday rol o'ynaysiz? Bu asarda mening rolim shu filmda Мәңгүлік Мәшрәпdagi bir yangining rolini olaman.
yenge deganimiz shu to'y qilib 1-2 yil bo'lgandan keyingi bir qizdan cho'ngroq bir ishlarni o'rgatadigan mundaq bir boshlovchi yengening roli. Almatıga birinchi qitim kelib o'yin qo'yishim, men bu yerning tomoshabinlari shundoq qizg'in, shundoq bir mehribon, menga bir hissiyot berdi. Shundoq sahna chiqib, biz shundoq olqishlarni anglagandan texim ruhlanib, o'zimiz shundoq rolning ichiga kirib, bizning shundoq yaxshi rollarni yaxshi o'ynashimizga bir turtki bo'ldi. Men ko'pdan rahmat aytaman. Qaraqishda o'sgan paysa ko'klab ketildi. To'qqiz qizga va qizchaq ay bo'lib ketildi. Ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu konsert diyorimizda 8 qitim namoyon bo'lib va har qitim esil taassurotlarni dilimizda qoldirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu mashrabda sizning rolingizni aytib bersangiz? Men Mangulik mashrabda men bir hajviy rol olaman. Arliqda men bir igiz xotin bilan men ishga bo'lsam bir xil komediyalik bir rol borda. Shu qiziq yerda sizkanda. Shunda qiziq rol olaman. Ben bu qitimki Mangulik mashrab bu kechilikda mashrabniki Mirshab rolini o'ynaydi. Mangulik mashrab kechilikni tayyorlab vatanimizniki Pekinda qo'ydik, Urumchida qo'ydik, hamda Qozog'iston Jumhuriyatiga kelib Qozog'istondagi qarindoshlarga sunyapmiz. Esingda bo'lsin. Men nima ish qilsam shuni qilsa, juma. Bo'ladi, Mirshab. Alamachindi. Voy mening qilin yuzim. Voy mening qilin yuzim. Voy mening yana bir qilin yuzim. Mening yana bir qilin yuzim. Voy mening mana panoq burnim. Mening panoq burnim. Voy mening mush to'ymas ko'zim. Mening to'ymas ko'zim. Bu mashrabda siz qanday rolni o'ynaysiz? Men bu mashrabda bosh personajning kichik vaqtida qiz vaqtida olman. Bu mashrab tunç qitimdan boshlangandan boshlab hozirgacha men o'sha kichik vaqtini o'zim o'tirmay hozirgacha kelyapman. Jami 3 yildek bo'ldi. Men mush mashrabda shu bosh personajning kichik vaqtini o'ynayman. Bilimdek bir güzel yar yok. Bilimden Bizning rolimiz mashrabniki nag'michilari, angbak muzikchilik bularga tushqun bir xil. Shu muzikani chapagan bular o'ynaydi-da endi. Bu da bir biz bu Qozog'istonga necha qitim keldik. Bu da mening bir 3-qitim kelishim. Lekin biz bu Almaty Qozog'istonga kelib, qozoq qarindosh, Uyg'ur qarindoshlarga o'yin qo'ysak, shunchalik odiqimiz chiqdi. Bularning qizg'inligi, bizni bu qarshi elishi, bizning o'yin ko'rishi bizni bak xo'sh qildi. Mazkur Mangulik mashrab Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Xinjiang san'at yurtining 5 o'migidan qurilgan bo'lib, birlashib ishlangan. Qozog'istonga kelgan artistlarning soni jami 80 dan oshidi. Bu asarda men kesiblasam teatr rejissyorlik xizmatida bo'ldim. Endi buni tushuntirishdan avval Uyg'ur mashrablarga ozroq aniqlik berish kerak. Bizning Uyg'urlar o'ynab kelayotgan mashrab hamda cho'nliqdan aytganda mutaxassislarimiz muqomning onasi deb nom berdi. Chunki muqomlar paydo bo'lgan vaqtda chunki not yo'qda. Shuning uchun shunday avloddan avlodga mashrab o'ynash orqali mashrablarda muqom naqshlari aytilish orqali bugungi kun kelgan deb qaraydi. Hamda bizning mashrab ayni vaqtdagi uslubning o'zida hozirgi bizning konsert uslubida uningda itotlar bor, uningda naqshi bor, usul bor, ayrim muzika bor, mana shunday bir xil shaklda aralashib kelgan konsert shaklida. Shuning uchun mushqati Mangulik mashrab deb nom qo'ydik. Bu mashrabda shu zodi Turpan mashrabi, Qumul mashrabi, El mashrabi, Qashqa, Xotan qatorliq hamma yurtlarning mashrablarida o'ynaladigan vakil xarakterli asarlarni chiqardik. Qozog'iston diyarındagi tomoshabinlarimizga yurak so'zlaringiz bo'lsa, aytsangiz bo'ldi.
Assalomu alaykum Qozog'iston diyoridagi azizlar, yaxshimisizlar? Biz shu bir necha kun Mangulik Mashrab konsertini qo'yish jarayonida intayin xo'shallikqa erishdik. Chunki Qozog'iston diyoridagi bizning Uyg'ur qarindoshlar, shundaqla har millat qarindoshlar kirib ko'rgandan keyin bizning his qilganimiz qarindoshlarimizningki san'at numurlaridan huzurli saviyasi intayin yuqori. O'zimizning an'anaviy so'zlangan shundaq yaxshi bir kechilikni ko'rgandan keyin intayin hayajonlanib, artistlarga, barliq ijodiyotchilarga rag'bat berib, chavoqchab bizga cheksiz hurmat bildirdi. Shu ekran dan foydalanib men har qaysingizlarga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Shundaqla teningizlarning omon bo'lishiga, qilayotgan ishlaringizlarning o'ngishli bo'lishiga, shundaqla barliq kasbinglarningki barakatli bo'lishini tilayman. Rahmat. Anvar aka, bu mashrabni sahnalashtirilgan, teatrlashtirilgan bo'libdi. Bu mashrabni yasash uchun nima sabab bo'ldi? Uyg'urning mashrab o'ynagan uzun yillik tarixi bor. Bizning nurg'un san'atlarimizningki bushkin mashrab deymiz. Chunki hamma narsa bizningki egallagan material qaraganda nurg'un san'at jarayon san'atlar mashrabdan kelgan. Naqshat, drama, usul ko'plagan turlar mashrab o'ynab shundan chiqqan. Bu kichiklikni intayin yaxshi aytibsizlar. Endi kelgusida yana bir planlar bormi? Albatta bor. O'zingiz bilasiz, bir 2 yilning oldida siz mendan ziyorat qilgandingiz, men sizga javob bergan. Biz yana kelamiz, yaxshi asarlarni deb. Bunda makishlikka keldik. Bizning yana planlarimiz bor. Hozir yana bir qatim Sadirlardan deyishyapmiz. Yana bir qatim bundan cho'ng bir kichiklikni tayyorlab kelib Qozog'istondagi xalqimizga taqdim qilmoqchi. Участие в организации этого проекта изначально, естественно, мы начали это намного раньше, чем знали наши уважаемые зрители. Это Уйгурский культурный центр и женский фонд «Джанан» при содействии мецената Садридина Ахатова, который тоже является членом Уйгурского этномадният Марказы. Вот. И это как бы сообща организовывалось. Я как зампредседателя сообщества «Парвас» взял функцию на себя по рекламе, раскрутке концерта, какие-то организационные вопросы тоже решал. То есть мы с головой ушли в подготовку. 3 дня концерта во Дворце Республики с аншлагом, все 3 дня полные залы. Концовка такая, очень такая мощная, когда весь зал встает и стоя аплодирует минут 5-10 нашим артистам. Это как-то такое непередаваемое ощущение. Я думаю, это не последний приезд этих артистов. Я думаю, в дальнейшем будет больше укрепляться эта дружба, связь между двумя государствами. И вот эти культурные обмены войдут как бы в привычку, в какую-то колею, в которой будем постоянно обмениваться. Наши артисты туда поедут, их не сюда приезжают. То есть это такая уже государственная политика, она есть, идет, прослеживается. Этот концерт задел чисто какие-то внутри, какие-то нити национальных чувств, там, достоинств нашей нации уйгуров, да? Это прослеживается. Многие плакали, я видел, прослезили. Ну, это, опять же, слезы были радости, да, что вот такой концерт, и каждый сопричастен. Я же, как повторюсь, это как бы исторический момент. Вам спасибо, ребята, за то, что вы делаете. Удачи вам, успехов в будущем. Bu ko'rinishning eng isl paytlaridan uzundilarni havola qilish orqali biz sizning mazkur ko'rinishni yana bir qatim ko'rib, bahir ilishingiz uchun mumkinchilik yaratib bermoqchimiz. Qani marhamat.
bolsa Мәңгілік мәшрәп muşya da ayaqlaşdı. Bu meşrepni görgenler her gün unutmaydı. Sizler bilen bolğan Doppalay firiyasetçileri Gözel ve Baudun. Alayida Dopalayıp komşun. Xeyri xoş.